Assalomu alaykum hurmatli hamshaharlar. O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligining hukumat komissiyasi yig'ilishining tegishli bayoni hamda tuman hokimi fuqaro muhofazasi boshlig'ining tegishli buyrug'iga asosan tumanda 15-mart kunidan 15-aprel kunlari oralig'ida favqulodda vaziyatlarni oldini olish va fuqaro muhofazasi oyligini o'tkazish belgilangan. Ushbu oylikni o'tkazishdan asosiy maqsadimiz tuman aholisi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish, fuqaro muhofazasi bo'yicha amalga oshirilayotgan tadbirlarning natijadorligini oshirish, aholining xavfsizligini ta'minlash, insonlarning hayoti, sog'lig'i hamda mol-mulkiga zarar yetkazish mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarning oldini olish, is gazdan zaharlanish, gaz-havo aralashmasining chaqnashini oldini olish, favqulodda vaziyatlar va yong'inlarning oldini olish bo'yicha mahallabay va xonadonbay tizimda profilaktik tadbirlarni amalga oshirish, mahalliy komissiyasi tarkibiga kiruvchi mas'ul korxona va tashkilotlar bilan birgalikda respublikadagi Qrim Kongo gemorragik isitmasi kasalligi bilan bog'liq epidemik, epizodik vaziyat barqarorligini ta'minlash maqsadida aholi orasida keng qamrovli profilaktika tadbirlarini yanada kuchaytirish, ta'lim muassasalari, tashkilotlar, mahallalar, bozorlar, savdo majmualari va boshqa obyektlarda o'rganishlar olib borgan holda iste'molga yaroqsiz oziq-ovqat mahsulotlarini sotuvdan va iste'moldan chiqarish hamda oziq-ovqat mahsulotlaridan zaharlanish holatlarining oldini olish bo'yicha targ'ibot va tashviqot ishlarini olib borish, bahor mavsumida ro'y berishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bunday vaziyatlarda to'g'ri harakat qilish bo'yicha targ'ibot va tashviqot ishlarini ayniqsa ommaviy axborot vositalari, uyali aloqa tarmoqlari orqali ogohlantirish ishlari yanada kuchaytirish ishlarini amalga oshirish bo'lib hisoblanadi. Hurmatli fuqarolar, korxona va tashkilotlarning rahbarlari 15-mart kunidan 15-aprel kunlari oralig'ida favqulodda vaziyatlarni oldini olish va fuqaro muhofazasi oyligida faol qatnashishingizni so'rab qolaman.